2024-yil may-iyun oralig'ida bizda birinchi o'lchash kampaniyamiz bo'lib o'tdi. Biz pilot zona sifatida Sergeli 305 nasos stansiyasini olganmiz va bundan chiqayotgan tarmoqlar bo'yicha bosim va suv qancha o'tganligi haqida ma'lumot yig'ishimiz kerak edi. Hozir qilayotgan ishimiz bu suv ta'minoti bilan birga har xil nuqtalarni kelishib olib, suv o'lchagichlarni rastdan beri o'rnatib boryapmiz. Bu Qibray Qodiriy suv ishlab chiqarish inshootlaridan chiqqan quvurlar, tarmoqlar va Toshkent shahar bo'yicha bir nechta nuqtalarni belgilab suv o'lchash moslamalarini o'rnatib keldik. Mana bugun Mirzo Ulug'bek suv yo'naltirish inshootiga kelib, suv o'lchagichni o'rnatamiz. Mening ismim Geraldine Regnier. Men Suezda bosh reja jamoasida muhandis bo'lib ishlayman. Maqsad tushuntirganidek, biz ikkinchi oqim o'lchash kompaniyamizni amalga oshirmoqdamiz. Ushbu kompaniyadan 3 ta asosiy maqsadimiz bor. Birinchi maqsadimiz bu musaffo ob-hayot tomonidan eksportga qancha suv iste'mol qilinayotganligini tushunishdir. Buning uchun biz ichimlik suvi tozalash inshootlarida ishlab chiqarishni o'lchayapmiz. Shuningdek, shaharga yetib kelguniga qadar yo'qotishlar hajmini aniqlash uchun shaharga kirishdagi oqimni o'lchayapmiz. Shaharga kiradigan hajmni aniqlash, daromad keltirmaydigan suv hajmini yaxshiroq aniqlash hamda suv iste'moliga yoki tarmoqdagi sizib chiqishlarga ketayotganligini tushunishimiz uchun muhimdir. Va nihoyat, bosh rejada biz uchun asosiy maqsad gidravlik modelini kalibrlashdir. Bugungi kunda biz o'lchov olib borayotgan barcha nuqtalar orqali ma'lumotlar nuqtalarga ega bo'lamiz. Bu yerda obyektlardagi haqiqiy holat va ushbu model natijalarini taqqoslashimiz mumkin bo'ladi. Buning yordamida to'liq kalibrlangan gidravlik modeliga ega bo'lamiz. U yerda biz tarmoq qanday ishlayotganini, muammoli, ya'ni yuqori tezlikli, katta bosim yo'qotishlari bo'lgan hududlarni ko'rishimiz mumkin va umid qilamizki, bu bizga tizim qanday ishlayotganligini tushunishga yordam beradi hamda tizim ish faoliyatini yaxshilash uchun investitsiyalarni taklif qiladi. Gidravlik modellar uchun Suez asosan gidrodinamika bo'limi bilan yaqin hamkorlik qilmoqda. Ular bizga tarmoq qanday ishlayotganini tushunishga va o'lchovlar uchun asosiy joylarni aniqlashga yordam bermoqda. Umid qilamizki, bosh rejaning oxirida biz ularga tarmoqning ishlashida va kelajakda tarmoqni yaxshiroq rivojlantirishga yordam beradigan ushbu vositani, ya'ni gidravlik modelini taqdim etamiz.